Quvasoy shahrining Polmon qishlog'i. Chegara hududda joylashgan bu qishloq O'zbekistonning Farg'onaning ostonasi, ya'ni kirish yo'lida joylashgan. Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh qishloqda asosan qirg'iz millatiga mansub yurtdoshlarimiz istiqomat qilishadi. Bu qishloqda bir xonadon bor. Har yili erta bahor ushbu xonadon lolazorga, gulzorga aylanadi. Mamat Rahim ota 70 yoshda. Ushbu qishloqda tug'ilib o'sgan qirg'iz yurtdoshlarimizdan. Mehnat va tomorqa uning hayoti mazmuni, harakat esa oilasining barakasi. Zavod bordi, kirpichni zavod. O'sha yerda ishlab, o'shdan pensiyaga chiqqanman. Bolalarim farforni zavodda ishlagan. 20 yil ishlab, attan nafaqaga chiqdi. 4 o'g'il, bir qizim bor. Hozir endi bolalarim Qirg'izistonda. Ayolim bilan shata qolganmiz. Shunday joyda tashlab qayerga ketamanmi? Ayni paytda nafaqada bo'lishiga qaramay, bekorchilikni o'ziga yaqin yo'latmagan bu inson har yili erta bahorda tomorqasida go'zallik yaratadi. Bu yerdagi manzarani tomosha qilishning o'zi insonga zavq bag'ishlaydi. Gilos, olma hamma yoqda ekdik. Undan keyin bolalarim lola urug'ini olib kelishdi. 5 pachkami, 10 pachkami olib kelishdi. Ichida 5 tadan ekan. Bir ekib ko'rsak, chiroyli chiqdi. Keyin yildan yilga ko'payib 9 yil mobaynida shuncha ko'payib ketdi. Shu daromad topish uchun shuni qilyapmiz. Daromadi yaxshi. 10 sotixli tomorqaning dastlab kichik qismiga lola ekib tajriba orttirgan xonadon sohibi 9 yil davomida uni bosqichma-bosqich kengaytirdi. Bugungi kunda tomorqaning 5 sotixdan ortiq qismi lolazorga aylangan. Rang-barang nafis bu gullar piyozidan ko'karadi. Kuzda oktyabrda oxirida ekiladi, noyabrda 10-15gacha yer muzlaguncha eksa bo'laveradi. Lolani piyozini ekiladi. Fevralda oxirida qorni tagida chiqishni boshlaydi. Martda 21-martlardan boshlab g'unchalar 25larda g'unchalab martda oxirlariga gullashni boshlaydi. Lola guli ochilgandan keyin ham uning o'ziga xos parvarish sirlari bor. Mamat Rahim ota bu sirlarni yillar davomida o'rgandi. Qanday parvarish gulni uzoq saqlaydi? Bu savollarga u o'z tajribasi orqali javob topdi. Aytishicha, lolalar aprel oyi oxirigacha ochilib turadi. Shu vaqtda xonadon ostonasidan xaridorlar uzilmaydi. Gul sotib bo'lingach, kuzda piyozi ham alohida daromad manbaiga aylanadi. Har yili 45-50 million so'm atrofida daromad oladi xonadon sohibi lolaning o'zidan. Kuzda ekkandan keyin tek qo'yamiz, bahorda suv qo'yamiz. 2 marta, 3 marta suv qo'ysak bo'ladi. Ishi ham uncha qiyin emas. Quva kelyapti. Marg'ilonda Qumteva bozoriga olib chiqamiz. Hatto ham gulchilar hammasi taniydi. "Tog'a keling, gul olib keldingizmi?" deb. Keyin Rishton bor, Tashloq bor. Yazovondan kelishyapti. Taxminan hozir bitta bir 4000-5000 ta chiqib qoladi. Buketga kesib 3000 dan beryapman. Kuzda piyozni ham 5000 dan sotdim. Erta tongdan kun qoragunga qadar mehnat qiladi Nuroniy. Uning g'ayrati va shijoatiga har kim ham qoyil qoladi. Ilgari hovlisi giloszor edi, ammo mevasi kamaygach gulzorga aylantirdi. Birorta daraxtni kessa o'rniga albatta yangisini ekishni odat qilgan. Daraxtlar ostidan ham yerni bekor qoldirmay samara olishni hadisini olgan bu odam. Qiziqaman-da, endi pensioner odam qayerga borardim. Qayerda ko'zimga yaxshi chiroyli yo'q narsalar bo'lsa ko'payish uchun olib kelyapman. Hozir ham ancha narsa ekib qo'yganman. Oldin bog'ida endi gulga aylantiryapman. Oldin giloszor edi hammasi. Tuprog'i yaxshi 2 metrgacha tuproq, bitta tosh topmaysiz. Kartoshka ekamiz, kartoshka ham yaxshi bo'lyapti. Polmon mahallasi asosan qirg'iz millatiga mansub yurtdoshlarimiz yashaydigan fayzli maskan. Bu yerda qo'ni-qo'shnichilik, o'zaro mehr-oqibat har bir xonadonda yaqqol sezilib turadi. Mahallada o'zbeklar ham bor, ko'pincha qirg'izlar. O'zbek, qirg'iz hammamiz bitta oilamiz. Misol qiz beramiz, kelin olamiz, urf-odatlarimiz bir. Hamma yoq sharoit yaratib berishgan, yo'llarimiz asfalt, svetlarimiz bor, gaz bor, suv bor. Hamma yoq yaxshi. Pensiya vaqtida beradi. Bu yerda hech kim qishloq demaydi, kechasi ham asfaltlar yop-yorug'. Mamat Rahim otaning hayot yo'li, halol mehnat, shukronalik va soddalik namunasi. U bilan suhbatning o'zi insonga ma'naviy ozuqa beradi. Qalbi ham xuddi parvarish qilayotgan lolalari kabi nafis. U qishlog'i bilan faxrlanadi. Bolalari uni ko'p marta o'zlari bilan olib ketmoqchi bo'lgan, ammo u tug'ilib o'sgan yurtini, qo'ni-qo'shnilarini tark etishni istamaydi. Farzandlari bilan har doim aloqada. Bordi-keldimiz yanada yaqinlashgan bugun deydi quvonib. Qirg'izistonga ham bolalarim oldiga borib turaman. Ular kelishadi, o'tish oson, adi karta bilan shunday o'tamiz, shunday kelishadi. Qarindoshlar kelishadi. Kelgandan keyin aylantirib shaharga aylantirgan olib boraman, Farg'onaga, parklarga, Eko shaharga. Shunday xursand bo'lib kelishadiki,
chiroyliligini qarang. Agar Farg'ona shunaqa chiroyli bo'lsa, Toshkent bundan ham chiroyli bo'lsa kerak. Shunday maqtab ketishadi. Atga borsangiz, bag'ri havas qilishyapti. Inson qo'li gul, istasa sahroni ham chamanga aylantira oladi. Polmondagi bu lolalar nafaqat xaridorlar, balki tabiat qo'ynida dam olishni istaganlar uchun ham yaxshi manzilga aylangan bugun. Ostonadan mehmonlar qadami uzilmaydi. Mamat Raim ota mehmonlarni doim ochiq chehra bilan kutib oladi. Hech kimni quruq qo'l bilan qaytarmaydi ham.